Dunyodagi eng noodatiy tashqi ko'rinishga ega insonlar. Samantha Ramsdell dunyodagi eng katta og'iz ochilishiga ega ayol. Amerikalik Samantha Ramsdell og'zini juda keng ochishi bilan mashhur bo'lgan. U og'zini 6,52 santimetrgacha ochishi mumkin. Bu ko'rsatkich unga Guinness World Records rekordini olib kelgan. Samantha ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zining noodatiy qobiliyatini namoyish qilib, katta auditoriyaga ega bo'lgan. Yu Jianxia dunyodagi eng uzun kiprik sohibasi. Xitoylik Yu Jianxianing chap ko'zining yuqori qismidagi eng uzun kiprigi 20,5 santimetrgacha yetgan. Guinness World Records bu rekordni 2021-yil 20-mayda tasdiqlagan. U bu rekordni 2016-yildan beri saqlab keladi va kipriklari yillar davomida o'sishda davom etgan. Qiziq tomoni, Yu Jianxia kipriklarining nima sababdan bunchalik uzun o'sishini aniqlash uchun shifokorlarga ham murojaat qilgan, biroq aniq sabab topilmagan. Channel Tapper dunyodagi eng uzun til sohibasi. AQShlik Channel Tapperning tili 9,75 santimetr uzunlikda bo'lib, u ayollar orasida dunyodagi eng uzun til rekordini egallaydi. Guinness World Records bu rekordni 2010-yilda tasdiqlagan va Channel hozirgacha rekord sohibasi bo'lib qolmoqda. Lee Redmond nihoyatda uzun tirnoqlari bilan rekord o'rnatgan ayol. Amerikalik Lee Redmond ikki qo'lidagi tirnoqlarini yillar davomida o'stirib, Guinness rekordlar kitobiga kirgan. Uning tirnoqlari bir necha metrga yetgan va kundalik hayotida ularga juda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishga to'g'ri kelgan. Bu noodatiy ko'rinish uni dunyodagi eng g'ayrioddiy rekordchilardan biriga aylantirgan. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Dunyodagi eng dolzarb muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.